Assalomu alaykum aka birodarlar, yaxshimisizlar? Mana Xudo xolasa Sanabiston kanalidagi qurilish ishlari davom etyapti. Rahmatli Abdulatif ukamizni bolalariga qurilayotgan uy. Mana Xudo xolasa Abdelka ishlari oxirlab inshaalloh uyni topshirish vaqti yaqinlashyapti. Xizmat qilayotgan ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin, maşallah. Mana Jidaroldagi Adahamjon akamizni o'g'illari, do'stlarim ham xizmatda. Maşallah. Shu yerda xizmat qilgan hammadan Alloh rozi bo'lsin. Bor bo'linglar aka birodarlar. Maşallah. Harakatdan to'xtamaymiz. Hissa qo'shqonlardan mana bir ukamiz polni mana bo'ylarda berdi. Dilshod bey ukamiz mana jo'ralarim xizmat qattiq qilishdi, maşallah. Alloh rozi bo'lsin. Harakatdan to'xtamaymiz. Yani yangi uylarni boshladik. Xudo xolasa mana 5 uy boshlandi. Befarq bo'lmaylik aka birodarlar. Hissalarimizni qo'shib olaylik. Siz men bizdan shu qoladi. Alloh taolo siz men bizga mumkinchilik beryapti. İmkoniyatdan foydalanamiz inshaalloh. Bu kunlar g'animat. Qaytib kelish kelmasligi Allohdan. İmkoniyat borlig'ida harakatlanib qolaylik. İnşallah. Harekatdan to'xtamaymiz.